Vatandoshlar, assalomu alaykum. Biz kelib turgan lokatsiyamiz Termiz shahar Karimbek restorani orqa tomonida qurilgan 5 qavatlik g'ishtli domlarda bo'lyapti. Bu yerda 5 qavatli domning birinchi qavatida hech qanaqa krediti, hech qanaqa taqiqi yo'q bo'lgan 2 xonalik 42 kvadratni tashkil etayotgan kvartira sotuvga chiqaryapmiz. Boshqa hamkasblarda, ya'ni boshqa maklerlar kanalida 320-315 million bo'lib turgan kvartiramiz 308 million so'mga qo'yyapmiz. Bizda eng arzoni har doimgidek. Hozir men turgan joy uyning koridori. Koridordan tashqi eshikdan kelganda o'ng qo'lga birinchi bo'lib oshxonasi, to'g'riga bir xil o'lchamda ikkita xonasi, hamda chap tomonimizga esa uyning sanuzel joylashgan. O'rtaga koridorga mana bu artel rusumli 12 talik konseyner qo'yilgan. Bu yozgi kuni barcha xonalarga bir xil havo uzatadi. Bu esa mana ikkita bir xil o'lchamdagi xonasi dedim. 3 ga 4 bir xil o'lchamda. Pardalar qilingan, bunlar olib chiqib ketilgan. Mana shu holatda hech qanaqa kredit, hech qanaqa taqiq yo'q, naqd yo ikkilamchiga sotiladi. 308 million so'm. Bu xonasi ikkinchi xonasi. Uy egalari remont qilishmoqchi edi, biz aytdik. Remont qilmang. Bizning mijozlar o'zlari xohlagandek remont qilib olishadi deb to'xtatdik remont. Bu esa sanuzeli birgalikda. Bu tomonga esa uy bekalari sevimli bo'lgan uyning oshxonasi. Eng muhimi bu uyning katyoli alohida. Do'stlar, katyoli alohida. Agar katyolni alohida qilib olaman degan obunachilar bo'ladigan bo'lsa, boshqa xonadonlar uchun kamida 10 million, bo'lmasa ham 15 million so'm ketadi. Bitta uyda katyolni alohida qilib olish uchun. Gaz plita, oshxona, mebel barchasi bor. Gaz, suv, svet umuman muammo yo'q. Umumiy maydoni 42 kvadrat, 2 xonalik, narxi 308 million so'm. Ozgina xayriya sun'atiga kam bor, vatandoshlar. Manzilimiz yana bir marta qaytarib aytib o'taman. Termiz shahar Karimbek restorani. O'sha restoran orqa tomonida qurilgan 5 qavatli g'ishtli domlarning birinchi qavatida 2 xonalik kvartira. Med universitet, ya'ni med uchilishiga peshkom boradigan bo'lsalaringiz 2-3 daqiqalik yo'l. Agar kimda kim olib kvartirani qo'yadigan bo'lsa, kamida 1 million 800-2 million so'mga kvartira turadi. Mana shunaqangi arzon 2 xonalik uy izlab yurgan tanishlarga tezda videoni jo'natib qo'ying. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring.